Madina osmonida uchayotgan raketalarning uchqunini ko'rdimda. Jiddada bo'layotgan Madinada o'sha yarim yalang'och holatlar deymizmi, yo bu yerda Falastin ham qiziq emas ularga, yo boshqa joy ham qiziq emas. Bir chetga bomba tushibdi deydigan bo'lsa ham, endi kecha uchib o'tdi, bugun tushibdi-da deydigan darajaga olib kelishlik uchun bo'layotgan voqealar. Mana shu ikki haram tomonga qarata o'qidish, o'sha tomonga qanaqadir yaqinlash. Umrada ham, hajda ham bu narsani ko'rish juda azob bo'ladi. Bu Saudiyaga emas, boshqa joyga demoqchi, lekin asli odamlarni shunga sekin-sekin ko'ndirish, ko'niktirish. Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchalaringiz sog'lommisiniz? Hozir Instagramni ko'rib o'tirdim. Bir narsani ko'rib qoldim. Ilohim bu yangi narsa bo'lmasin, eski bo'lsin. Ya'ni Madina osmonida uchayotgan raketalarning uchqunini ko'rdimda. Shunaqa gap tarqovdi bir haftacha oldin. Doim bu narsa yangilik bo'lmasin, shu eski holatda bo'lsin. Lekin nima bo'lgan taqdirda ham hushyor bo'lishimiz kerak. Musulmon inson hushyor bo'ladi. Umuman inson o'zi hushyor bo'lish kerakki, bu dushmanlarni, dinimiz dushmanlarini, bu Falastinga qilayotgan hujumlari hech qayerda bu yer uchun, yana qaytaraman, bir mol davlat uchun bo'layotgan yo'q bu. Asli mana shu arab diyorlariga qilinayotgan hujumlardan asl maqsad mana shu ikki haram tomonga qarata o'qizish, o'sha tomonga qanaqadir yaqinlash. Jirkanch o'sha maqsadlar bor. Ilohim bu maqsadlarga yetkazmasin Allohim. Mana shunday maqsad turibdi bu yerda aslida. Faqatgina bular sekin-sekin ko'niktiryapti odamlarni. Bunaqa qilib ko'ryapti, bunaqa qilib ko'ryapti. Bu ko'niktirish deyiladi bu narsani. Va maqsad, asl maqsad esa sekin-sekin o'sha ikki haramga, to'g'ri Saudiyaga kirib kelish. Va bular qaysidir ma'noda o'zlarini bir boshqa yana bir maqsadlarini, planlarini amalga oshirishyapti. O'sha Jiddada bo'layotgan Madinada o'sha yarim yalang'och holatlar deymizmi, yo boshqa holatlarni umuman bu musulmon diyoriga, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning vatanlariga, diyorlariga, to'g'ri o'sgan diyorga to'g'ri kelmaydigan ishlarni qilinishi o'zi asli bularni jiddiy maqsadlarini bir nima deydi, poydevor edi. Endi hozirgi bo'layotgan voqealar esa juda hammasi xotirjam bo'lingki, bu yerda Falastin ham qiziq emas ularga, yo boshqa joy ham qiziq emas. Nima deydi, Libiya ham qiziq emas, Iroq ham qiziq emas. Qiziq joy bular ikkita haram. Nima uchun? Chunki bu ikki diyorga alhamdulillah musulmonlar to'lib toshyapti. Intilyapti. Qalblari bilan, dillari bilan intilishyapti. Umrada ham, hajda ham bu narsani ko'rish juda azob bo'ladi. Bir dushmaningizga siz tomonidan bo'layotgan yutuqni ko'rishlik juda azob bo'lganidek, dinimiz dushmanlariga bu juda ham qattiq azob beradi. Va qanday bo'lsa ham bunga barham berish yoki nimadir minus keltirishlik uchun bular bor harakatlarni qilishadi. Va mana shu harakat sekin-sekin boshlashyapti. Mana raketani otishibdi, osmondan o'tib ketgan go'yo bu Saudiyaga emas, boshqa joyga demoqchi, lekin asli odamlarni shunga sekin-sekin ko'ndirish, ko'niktirish. Ertaga Alloh ko'rsatmasin bir chetga bomba tushibdi deydigan bo'lsa ham, endi kecha uchib o'tdi, bugun tushibdi-da deydigan darajaga olib kelishlik uchun bo'layotgan voqealar bular. Alloh taolo o'zi kifoya qilsin bunday dinimiz dushmanlariga. Duoda bo'lishimiz kerak. Bu yerda bir yomon narsaga chaqirilmayapti, chaqirilmaydi ham. Bu yerda biz aytadigan narsamiz Allohdan so'raylik. Alloh taolo o'z panohida saqlasin bu ikki haramni, ulug' diyorni. Mana shu narsani Allohdan doim so'rashimiz kerak. Duolarimizda, namozlarimizda so'rashimiz kerak bo'ladi. Doim bular dushmanlar shu o'ylagan qabih planlari, rejalariga ilohim yetishmasin. Duo bilan inshaalloh hamma narsa yaxshi bo'ladi. Faqat duo. Sizlardan so'raydiganimiz faqat duo bo'ladi. Omon bo'lasizlar.